Hozirgi kunda uchuvchilarni tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Faqat O'zbekiston Airways uchun uchuvchilarni tayyorlaymiz. Bizning markazda uchuvchi bo'lish uchun O'zbekiston fuqarosi bo'lish kerak. Biometrik pasporti va chet elga chiqish uchun zagran pasport deymiz. Bunisi ham kerak bo'ladi. 20 yoshdan 32 yoshgacha nomzodlar shu yoshda bo'lishligi kerak. Tibbiy ko'rikdan o'tamiz. Tibbiy ko'rikdan o'tish uchun harbiy majburiyatga tayyor bo'lishimiz kerak. Kamida bakalavr darajasida ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. IELTS bo'yicha 6-IELTSdan kam bo'lishingiz kerak emas. ICAO talablari bor. ICAO shkalasi bo'yicha 4-darajali sertifikatga ega bo'lishingiz kerak. Bu sertifikatni ham biz o'zimiz markazimizda taqdim qilamiz. Shartnoma bilan o'qiladi. Shartnoma O'zbekiston Airways taraflama to'lam beriladi. O'qish bitirilgandan keyin 5 yil O'zbekiston Airways kompaniyasida uchish berishingiz kerak bo'ladi. Uchuvchi bo'lish uchun biz 18 oy o'qitamiz. 9 oy nazariy darslar o'tamiz. Nazariy darslar tugagandan keyin amaliy ishlarga o'tamiz. Amaliy ishlardan keyin parvozga bolalarni chiqazamiz. Parvozni tugatishgandan keyin O'zbekiston Airways talabi bo'yicha 767 Boeing samolyoti yoki Airbus 320 samolyotiga tayyorlab beramiz.